Askar, meni mushundaqla tashlab qo'yib ketmoqchimisan? Anglasam bugun har haftada bir o'tkaziladigan ayol mabudi bayrami ekan. Maydonda cho'qim serikchilar o'yin qo'yidi. Qandaq? Birga boramdiq. Sana nim bo'ldi? Nimishqa gap qilmaysan? Menga boshqachalar qaraysan-ku. Siz kishini gangirtib qo'ydigan bundaq o'yinni rostli yaxshi o'ynaydi ekansiz. Jodugar qiz. Tushundim. Asli 13-nomerning o'yini ekanda, uning qarni edi, hech o'zgarmabdi. Mening askarimni mushundaq osonla oldam xaltasiga tushiryapti. Quruq gaplaringizni qo'ying. Meni oldigan odam siz. Bu hamoqat qalqa. On 13-nomer meni seni o'ldirib etdi dedimi? U azaldan mushundaq o't quyruqlik qilishga usta edi. Demak, sen izchil mendan gumonlanib yurib etibsan. Askar, esingda bormi? Men kallangni hargiz olmayman. Kelgusida seni odam qiyofatiga akilib qo'yaman deb va'da bergan edim. Tez ketgin. Xotirjam bo'l. Men hargiz kayningdan izlab qolmayman. Kelishimimiz mush yerda oxirlashsin. Seni hargiz odamga aylantirib qo'ymayman. Sening meni qo'g'dishingning hojati yo'q. Alvida askar. Sen bilan birga o'tgan kunlar nihoyat ko'ngillik edi. Bundaq bo'lishini bilgan bo'lsam, seni yollamas edim. Missionerlar tarafning yordam puli hech kamidimi? Venas xonligining iyoni puli yetishmabdi. Agar chavandozlar bosh qo'shoni o'zining sodiqligini isbotlamagan bo'lsa, buncha cho'ng qalbiga erishamaydi. Cho'nglarning qilgan iyonisi kishini hayron qoldirdi. Ular o'zi faqat missionerlarning chavandoz qo'shiniga va askar yalishiga tayinibla bu joyni qo'g'day olamiz deb qoptidi. Biz fuqarolarning tashvishlanishini tushunamiz. Mushu tinsizlikni tugutish uchunlar ko'ydirish jazosini yo'lga qo'ydik. Ko'ydirmaslik texi aniq emas qo'daymi? Men bo'lsa bo'lmamdi. Jadgarlarni ko'ydirgandan keyin mayli emasmi? Ay, sizmi shunda qaraysiz qo'daymi? Biz jodugarlar to'g'risida paralashyotyapmiz. Sizmi jodugar yo'qtishga qatnashqili keldingiz qo'daymi? Ha, shundaq. Men bu jodugarlarga bak o'sh. Adab qoidani ozroqmi bilmaydi. Qachonli qarshi yeyman deb o'tirgan. Ha? Bunda qo'rin jodugarlarni ko'ydirib o'ldirsak, haq.
Amsi buni ip ketdim. Ha, ma'qul, yana kelasiz. Bir botulka bering. Qancha pul? Ha, mana hozir, mana. Oy, pul bermisingizmi bo'ladi? Ha? Bu aroqni biz yeb ketdik daqa. Qadam tashrif qilganingizga rahmat. Bu nima ish? Askarlar bu yerga jodugarlarni tutqili kelgan. Biz ularning holidan xabar olishimiz kerak-da. Sizga mo bir budurki beray. Kelganingizni qarshi olaman. Obdanroq qariqingmi yo'q? Men buni olaman. Chiqib o'tib qoldim, ha? To'xtab turing, aka. Ha? Sizni bir rom kichik taklif qilay, menga yordam qiling. Ha? Bu narsa bek ig'ir ekan. Hay, astroq qo'yasiz. Kimni uchrasangiz mushundaq tortib akilib yordamlashishga solamsiz. Dadam bayramga tayyorlik qilish uchun aldirashib ketdi. Bundaq chaqda odam yetishmaydi. Cho'lashqa. Bo'ldi, to'xtang. Siz askarga deyman turgan yeringiz bormi? Asli tezroq shahardan chiqib ketishni o'ylagan. Siz jodugar yo'qotqili kelmadingizmi? Lekin kech kirib qoldi. Boshqa yerga borgan holatimiz sir tutunaydigan ish. Buningga ko'nib ketdim. Bu yerda qo'naman desangiz bahosini azonroq qilib bersam bo'ladi. Lekin tamoq buyurtmoqchi bo'lsangiz dadamning kelishini saqlaysiz. Men tamoqni ancha o'g'ishtanmayman. Do'konda nima uchun xaridor yo'qligini endi bildim. Naq gapga kelsak, bunda qilganingiz to'g'rimi? Nima? Men degan maxluq odam. Siz u ablahlarga o'xshamaysiz. Qarsam pul berganda qilsiz? Tamoq kerakli materiallar bordi. Ha? Nima degan qaltis? Siz rostli bir askarmi? Yoki jahon kezib beradigan oshpazmi? Kichik mehmonsaroy. Ha? Men izchil holda chatarak joyda mehmonsaroy etishni orzu qilib keldim. Maxluq odamlarning mehmonsarayimi? Sizmi? Siz cho'qim undaq mehmonsaroyga hech kim kirmaydi demakchi. Ha. Gerçi bu gapim sal adabsizlik bo'lsa, tijorat qilish undaq oson emas. Men odam qiyofatiga o'zgaraman. Qandaqmi mumkin bo'lsin? Mushuning o'xshash kichik do'kondan bir nechib, oddiy turmush kechirish mening eng chong orzuyim. Turmushimni yangidan boshlag'im bor. Nima degan yaxshi yangi turmush? Baribir arzu bo'lgandan texmi cho'ngroq narsani arzu qilsa qandaq? Cho'ngroq? Siz degan mehmonsaroy nayda shamatlik bo'lib, ichida cho'ng tansi maydoni bor texi. Andin bir necha kutkichi yollaysiz, do'konning ichi cho'qim chiroyli besalsin. Yana texi men o'xshash chiroyli ayolga uylanasiz. Go'zal ayol bilan sherinmaysiz gamra bo'ladi. Bara vaqt tamoq yetamaydigan oliq davatgan gapini. Siz? Men sizga deb qo'yay. Men Rochel buyaning koziriq kutkisiyjimi? Bildim. Chiroyingizdan ishonmagingiz chiqib turmamda, tasimi bir. To'liq o'tildimisiz, tinchroq o'tirib tamoq yesak bo'lmamdi. Rostodagi maxluq odamlarning hammasi shundaqmi? Yaqindan shundaq bo'lib qoldi. Kunda degudek jodugar o'laymiz deb og'izdan tushirmaydi odamni bezar Bunday qilsa qandoq tijorat qilg'il bo'lsin? Buningga nima amal deysiz? Ko'pchilik yolg'ondan tishining iqini ko'rsatib yurishidi. Nurg'un ishlarni ko'zak mukammasga solamiz. Turmushda shundaq o'zimiz xohlamaydigan ishlarni qabul qilib yashashga majbur bo'ladi ekanmiz. Ularga qarshilik qiladigan hozircha kuchimiz yetmaydi. Bundan boshqa amalimiz yo'q. Tamoqni jiqitib bitibdiman. Agar yeyingiz bo'lsa, yeyavering. Sizga ishonaman deyolmayman. Agar odam qiyofatiga aylana olsangiz, nemishqa hozirla aylanmaysiz? Mening bu yerda ovarchilik qilqog'im yo'q.
Hiç tayyor bo'lmadimi? Tez araqa kel. Bu do'konga xayrida kirmagini bekor emaskanda. O'lgur. Har qitim shunda qiladi. Hech qisi yo'q. Bugun chiqim natijasi chiqadi. Bu nima deganingiz? Sizga aytamagan edim. Ey, tez bo'lmamsiz deyman. Tijoratni qanday qilganligini o'rgatib qo'yamdoq ya. Nima? Ustinki qavatda? Maxluq odamlarni qo'ndirmaslikqa ma'qul bo'lgandingiz-ku. Bilaman. Lekin ustunki qavatga usuldak pul to'lagan maxluq odamlar rosa adabladi. Siz uningdan foydalanayli demoqchimisiz? Agar ular o'ziga o'xshash maxluq odam tarafidan qo'g'ilib etilsa, qayt kelishga betonolmaydi. O'lgur. O'zimning bir kunlarda maxluq odamga tayinib kelishimni o'ylamoqchiman. Bu amalsizlikdan bo'lyotidi. Biz faqat jodugarlarning butunlay yo'qolishini saqlashdan boshqani qila olmaymiz. Bu nima? Siz aytdingizmi? Uni ustunki qavatga soltak o'zi aytdi. Nemishqa bir maxluq odamning do'koniga naslak chiqilishiga yo'l qo'ysiz? Meni qo'sig'ash bir maxluq odam bilan birga tursin demsiz, dada. Ularning qo'sig'i ashqanda qanday ishlarni qiladiganligini obdan bilasiz-ku deyman. Odam go'shi xumor tutadi. Apam. Lekin u rostla o'sha ablaqlarni qo'lab chiqara oladi. Meningcha chataq yo'q. Men hozir uni chaqirib tushay, ha? Sizmi kiraga birodar? Bu yerda xolig'iningizcha yeb ichsangiz bo'laverdi, birodar. Keling, ha. Keling. Sizlarni malol qildim. Bu Mushagichi bo'lsin. Mushagichi bo'lsin. bu rosmo nol. Shundaq. Sen degan heliqi buzurk var. Mening kitobimni o'g'irlab ketgan. O'g'irlab ketgan? Menda 13-nomerdan boshqa Öngörde yashayotgan barliq jodugarlar behuda o'ldirildi. Buning hammasini kitobga erishib, sehrgarlikni jahonga tarqatish uchun shunday qildi. O'ylish bo'ldingmi? Nol, sehrgarlar uyushmasining amdi qimmati qolmadi. Ular bilan munosabati bo'lgan har qanday odamga o'limdan boshqa yo'l yo'q. Albatta sendan boshqa. Hozircha texi hech qanday natija qozonmagan bo'lsangmi, boshqa odatga jodugarlarga qaraganda istiqboling barliq. Men sana to'g'ri yo'lni ko'rsatib beralayman. Xato tanlab qolganingni his qilmadingmi? Esiyat bilan ish ko'rishning qanday oqibat olib kelganligini bilmagidek darajada hamoqatmisan. Sana atigacha eng og'irgi bir qitimli fursat bering. 13-nomer. Mening askarimni tatib olgudek, yuragim ajab cho'nkana. Bo'langchilik qilmoqchi bo'lsang oldin ola deb qo'yay. Yenimda pul qo'yargidek hech nima yo'q. Seni o'ldirmasam, shuning o'zi yetarlik. Aha, men nima qildim? Meni unutib qoldim demaydigansan? Mana bunda qildim. Aha, uni men 不能就供死了，搞定了。 qilmagan. Buni cho'qim sizlar qildinglar. Achchu! 13-nomer. 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 13
Qanday qilay deysan, ilgari yengilib qolganing yodingda yo'qmi? Yana urushay demsan, qancha qitim urursangmi natijasi yana o'xshash. Bu qitim men ilishmayman. Ablah, meni setib etibdi. U razil ish et. Ne? Nemishqa bundaq vaqt kelgandi. Hamma ish planingdagidek bo'ldi. Askar meni tashlab, o'zi yolg'iz shahardan chiqib ketdi. U meni ko'rgan chog'ida ko'zlarini qo'rqinish qaplayapti. Yana texi menga xanjirini tangladi. Men faqat maxluq jangsini ba'zi ishlardan ogohlantirib qo'ydim shu. Balkim u o'zi shahardan chiqib ketishni xohlaydigandir. Men shunday o'ylayman. U bir qo'rqinchoq to'g'ri yurak. Qutratqullik qilib uning gumonini qo'zg'ash uncha tas emas. Nol. Xeyli yomon kelsan, ha? O yoqda. Etinglar, qarg'a ilib o'ltirib etinglar. Rasul jodlugar. Madanga amal qilmading. Xo'p bo'ldi mana. Belki hamakatlik qilding 13-numur. Agar askarni ketkizib o'tmagan bo'lsang, men mi bayqamagan bo'lardim. Sen menga sotqinlik qilding. Men bu yerdan ketaman 13-numur. Sizning mushunda qilishingizga qo'shilamanmi? Sening qo'shilishingni hojati yo'q. Bo'ldi qiling. Men sizni butunlay bo'ysundira olaman. Qo'lingdan kelganini qil. Gerçi qeyrindosh bo'lsak-mu, sana hergiz rahim qilmayman. Mening e'tiborli narsamni tortib olding. Hadi Frodo. Ne oldu? Bu neymiş? Ne? Sen onu nima qilding? 13-numur. Nol. Asli o'nkurdan chiqmasligim kerak edi. Ha? Sen nolni nima qilding? 13-numur. 13-numur. 殺される覚悟もねえのに獣を血を襲ったのか。そうだ、俺は化け物だ。人間から弾き出された獣落ちだ。だから人の肉を食う。君の魂は極めて人間らしさをとどめている。どうだか。もしも君が人でないなら、我が輩は世界が人でなしで溢れるようにと願う。なかった。やっと魔法を覚えて、これから楽しくなるはずだったのに。失せろ。
次は殺す。Aqrib ketdi. Meni qutqusi bilan sizdan o'tinib qolay. Qon to'xtimsa. Sen o'lsang, men bilan nim munosabati bor? Men xatolashibdiman. Rostli o'ldigan bo'ldi. Sen yiliq ablaqlarga texmi yaxshi maxluq kallisi bor deb, ularni bu yerga boshlab kelding shundaqmi? Bu o'zing topgan bola. Men o'lsam bo'lmaydi. Men Sunilaga cho'ng qizni qo'g'dayman deb va'da bergan. Solina dedingmi? Men Sunilaga uni navri qizini yaxshi qo'g'dayman deb va'da bergan. Shu bu yerda o'lib ketsam. Sen boy Solinaning navri qizini tilga olding shundaqmi? Uning qo'lida nolning kitobi bormi? Men nadim bilay. Shundaqmi? To'xta, bog'u deyman. Bözrükvarga yıkılış alaydigan adamdan xan kız. Bana tepsili de pesan qadak, Böre efendi. Nöl, siz bundaq yerginishlik sırtqi dünya bilan uçraşmasınız gerek edi.